Loyihamizni ushbu ko'rinishga keltirib olganimizdan so'ng, endi sekin-astalik bilan kontekstga o'tsak bo'ladi. Hozirgi yozadigan usulimiz ancha farq qiladi. Bu yerda biz o'zimizga keyinchalik boshqa loyihalarda qo'llasa bo'ladigan usuldagi kontekstni yozib o'tamiz. Ya'ni bu loyihalar uchun kontekst yozish uslubi hisoblanadi. Lekin ularda ichida aynan biz darslar boshida ko'rgan kodlarimiz anchagina bo'ladi. Demak, keling, aynan siz bu loyihada va o'zingiz keyinchalik React Context bilan ishlayotganingizda kerak bo'ladigan bir global usul o'ylab topamiz va ana shu usuldan foydalanib siz loyihalar qilishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda men source papkasining ichida o'zimga context nomli papka ochib olaman. Mana logotipidan ham bilsangiz bo'ladi. Bitta ota va uni bolalariga ma'lumot uzatilinyapti. Bu yerda esa men ixtiyoriy nom yozaman. Shunchaki context yoki card context, product context deb yozsangiz ham bo'ladi. Men buni odatda global context deb nomlayman. JSX. Global context.jsx. Odatda JSX bo'lishi kerak agar siz Vite bilan ishlayotgan bo'lsangiz, chunki yo'l-yo'lakay buni xatolar kelib chiqadi. Shuning uchun shunchaki JSX desak to'g'riroq bo'ladi. Ana endi buni ichida birinchi navbatda import qilamiz create context va bu global context bo'lganligi va loyihada ma'lumotlar ko'p bo'lganligi uchun biz use state dan ko'ra use reducer ni ishlatamiz. Shuning uchun bu yerda use reducer ni import qilaman. Va boshida aytib o'tganimdek const, misol uchun birorta bir o'zgaruvchi beriladi. Biz buni boshida context deb nomlagan edik, global context va bu bizda create context ga teng bo'ladi. Va bu create context esingizda bo'lsa biz use context ichida ishlatgan edik. Bu yerda uni export qilib, bu yerda ham xuddi shu ishni qilib olamiz. Va endi biz mana shu global context funksiyasini ochamiz. Global context. Faqat buni nomini provider deb qo'shimcha qo'shib qo'yamiz. Nimani provide, ya'ni nimani taqdim qiladi? Buni hozir ko'rsatib beraman. Bizda mana shu global context provider funksiyasi, bu yerda const qolib ketibdi. Funksiyasi main.js ga import bo'ladi. Ya'ni mana shu export bo'layotgan narsa main.js ga import bo'ladi. Keling, bu yerda men import qilaman. Global context ni emas, global context provider ni. Shu yerda xushyor bo'lasiz. Global context provider ni global context.jsx faylidan, mana bu fayldan import qilib oldim main.js ga. Va mana shu yerda biz global context provider ni ichiga app ni joylaymiz. Xo'sh, bu nima uchun kerak? Endi bizga ma'lumki, mana bu komponent uchun app endi children vazifasini bajaradi. Ya'ni bu komponentga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerdagi props'iga kalit so'z bor, children nomli. Ya'ni bizda app.js x komponenti mana bu global context-ni mana shu yerga children sifatida kelyapti. Agar siz bu yerda shunchaki return children qilib qo'yadigan bo'lsangiz, hech qanaqa muammo yo'q, loyihangiz mana ishlayveradi. Xuddi app mana bu global context ichiga kirib o'tib ketayotganga o'xshaydi, xolos. Lekin biz mana shu yerda bu returndan unumli foydalanishimiz kerak. Children return qilishdan oldin biz global context nuqta bizda mana bu yerda provider bor va mana shu global context provider ichiga childrenni ushbu ko'rinishda joylaymiz. Esingizda bo'lsa, biz boshida context.provider degandik va mana bu yerda value bo'lgan edi. Va biz mana shu yerda object ochamiz. Object emas, bu aynan ma'lumotlarni uzatish uchun dynamic qism va mana bu yerda biz endi bir jo'natadigan bo'lsak bo'ldi. Demak, barcha app ichidagi va appga aloqasi bor hamma narsa mana shu birdan foydalana oladi. Lekin albatta biz birni o'zini jo'natmaymiz. Bizda murakkabroq ma'lumotlar strukturasi bor. Chunki bizda kart bor, umumiy narx bor, umumiy son bor va mahsulotlar bor. Va biz mana shu ma'lumotlarni umumiy bazasi uchun bitta boshlang'ich initial state ochamiz. Bu aynan Redux'da ham bo'ladi hali, ya'ni initial state. Uni ichida esa biz bu yerda kart bu bo'sh array bo'ladi. Ya'ni biz tanlaganlarimiz mana shu kartga array sifatida kelib tushadi. Array ichiga object sifatida kelib tushadi. Va bizda total price 0 bo'ladi hozircha va total amount, ya'ni umumiy son 0 bo'ladi. Bizda mahsulotlar soni va ularning barchasini, misol uchun biz ikkita mana bu 10 Pro Max dan va 3 ta Galaxy Ultra dan sotib oldik va umumiy son 5 ta bo'ladi. Ya'ni mana bu amount 5 ta bo'ladi. Va buni ikkitasini, buni 3 tasini narxi bu yerga saqlanadi va array ichida faqat ikkita objekt bo'ladi. Faqat o'sha ikkita obyektni amount qismida
ikkalasida bittasida 3 ta, bittasida 2 ta bo'ladi va bizda bu yerda 2 ta bo'lishiga qaramasdan umumiy amount 5 taligicha qoladi. Demak, siz aytaylik bu yerda birinchi obyektingizda amount 3 ta bo'lsa, ikkinchi obyektingizda mahsulotning amounti 2 ta bo'ladi va jami qiymat mana bu amount endi 5 ga teng bo'ladi. Bularni biz ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi initial state ni nima qilamiz desangiz, biz use reducerga beramiz. Use reducerni agar siz bilmasangiz, bu haqida alohida darsim bor. Buni o'ng tomonda qoldiraman. Ana shu yerga kirib, use reducerni bilmasangiz o'rganib olishingiz mumkin. Buni men ancha chuqur yana tushuntirib o'tirishim shart emas. Bu yerda use reducer bor. Use reducerning ichida 3 ta narsa bo'ladi, lekin biz ikkitasini yozamiz, uchinchisi optional. Bu yerda reducer function, men buni videoda, o'sha reducer darsimdagi videoda change state deb tushuntirganman. Xohlasangiz change state yozing, xohlasangiz menga o'xshab hozirgi holatda reducer deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu aynan kalit so'z emas. Va lekin bu aynan kalit so'z bo'lmaganiga qaramasdan bu funksiyaligi aniq. Endi uchinchisi esa mana bu, ikkinchisi esa mana bu initial state bo'ladi. Endi bu yerda biz state, ya'ni boshlang'ich qiymat, mana buni olamiz. Bu esa mana bunga teng. Demak, state hozir bunga tengligini tushuntiryapti. Va bu yerda esa dispatch bo'ladi. Dispatch o'zida ko'pincha objekt oladi va ana shu obyektni reducerga beradi. Yana qaytaraman, use reducer haqidagi darsim bor, uni ko'rib kelishingiz kerak. Bu yerda kichik amaliyot ham mavjud. Va bizda state hozir initial state ga teng. Bu mana bu objekt. Dispatch esa bu funksiya, uni chaqirib ichiga objekt beramiz. Ana shu objekt mana bu reducerga kelib tushadi. Va biz mana bu yerda const reducer teng. Hop, reducer o'zini ichiga ikkita narsa oladi. Birinchisi bu state. Demak, state oladi. Ikkinchisi esa mana shu dispatch beradigan objekt hisoblanadi. Ya'ni bu yerda action bo'ladi. Ana endi actionning ichida ikkita narsa bo'ladi bizda. Const type hamda payload. Ularni men destruction qilib actiondan olib chiqib olaman. Endi biz value sifatida nima qilamiz? Value sifatida biz object beramiz. Obyektimizni birinchi qiymati bu card, total price va total amount bo'ladi. Shuning uchun men 3 ta nuqta bu state ga qaratilinyapti. State ni kopiya qilib oldim mana shu value ni ichida. Va undan keyin biz bu yerga dispatch ni ham joylaymiz. Bu keyinchalik boshqa qismlarda bemalol ishlatilinishi uchun. Dispatch barcha papkalar va fayllarga boradi. Qaysiki mana bu global context provider o'rab turgan. Agar o'rab turmagan bo'lsa, demak bormaydi. Xo'sh, bizda boshlang'ich holatda aynan mana shu narsalar kerak edi. Bularni umumiy qilib tushuntirib beraman. Global context provider bizda app.js ni o'rab oldi, mana, va app.js bizga mana shu yerga children bo'lib keldi va biz uni mana shu yerga joyladik. Keyingisi biz global context degan o'zgaruvchi ochdik, uni export qildik va unga create context ni tengladik. Aynan mana shu global contextdan nuqta provider va value orqali children, ya'ni app-ga va app ichidagi barcha komponentlarga, barcha page'larga biz mana shu value ni uzatamiz. Value da esa ikkita narsa bor. Bizda state, bu state card, total price hamda total amount dan iborat va dispatch. Aynan dispatch object qabul qilib, u obyektning nomi action bo'ladi. Actionning ichida type hamda payload bo'ladi. Mana shu dispatch bizda mana bu yerdagi initial state ni o'zgartirib beruvchi funksiya hisoblanadi. Ya'ni reducerga buyruq beradi. Misol uchun ma'lumot qo'sh, ma'lumot ayri, uning ichidagi ma'lumotlarni ko'paytir kabi. Demak, siz ham o'zingizni global contextingizni yasab oling. Keyingi darsda bundan foydalanish, ya'ni biz ma'lumot qo'shish uchun mana shu yerga switch case orqali case'larni yozib chiqamiz. Ya'ni qachon ma'lumot qo'shilishi, qachon ma'lumot kamayishi va qachon ma'lumot ko'payishi kerakligini. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.